Loyiha ishi. Audio matn. Mavzu. O'rta asrlarda Yaponiya va Koreya. Fan. Jahon tarixi. Sinf 8-J sinf. Tayyorlagan o'quvchilar: Usmon va Jasmina. Abdurasul va Dilnoza. Ovozlantirgan o'quvchi: Usmon va Jasmina. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar va tomoshabinlar. Bugun siz bilan o'rta asrlarda Yaponiya va Koreya davlati haqida batafsilroq gaplashamiz. Biz ularni siyosiy tuzilishi, jamiyati, madaniyati va tarixiy rivojlanishi bilan solishtirib ko'ramiz. Avvalo Yaponiya haqida gaplashamiz. O'rta asrlar davrida Yaponiya tarixida muhim o'rin egallaydi. Bu davr taxminan 12-asrdan 14-asrgacha davom etgan va mamlakatda feodal tizimi asosida boshqarilgan. Yaponiyada rasmiy hukmdor imperator bo'lgan. Imperator davlatning ramziy rahbari sifatida tanilgan. Ammo amalda hokimiyat ko'pincha shogunlar qo'lida bo'lgan. Shogunlar harbiy hukmdorlar bo'lib, ular mamlakatni boshqarishda juda katta kuchga ega. Shogunlarning qo'shinlari mamlakat xavfsizligini ta'minlagan va feodal hududlarni nazorat qilgan. O'rta asrlarda Yaponiya jamiyati bir necha tabaqalarga bo'lingan. Eng yuqori qatlamda imperator va zodagonlar turgan. Ulardan keyin samuraylar kelgan. Samuraylar Yaponiyaning mashhur jangchilari bo'lib, ular o'z xo'jayinlariga sodiqlik bilan xizmat qilgan. Samuraylar Bushido deb atalgan axloqiy kodeksga amal qilgan. Bushido qoidalari samuraylarning jasoratli, halollik, sadoqat va intizomni talab qilgan. Samuraylarning asosiy quroli katana qilich bo'lgan. Katana nafaqat jang quroli, balki samuraylarning ramzi hisoblangan. Yoshligidan qilichbozlik va strategiya o'rgangan samuraylar, shuningdek madaniyat va san'atga ham qiziqqan. O'rta asrlarda Yaponiya ko'plab ichki urushlarni boshdan kechirgan. Turli feodal hukmdorlar hokimiyat va hudud uchun kurashgan. Shu sababli mamlakat uzoq vaqt davomida siyosiy jihatdan parchalangan. Shunga qaramay, bu davr Yaponiya madaniyati rivojlangan davr bo'lgan. Buddizm va sintoizm dini keng tarqalgan bo'lib, xalq hayotida muhim rol o'ynagan. Choy marosimi Yaponiya madaniyatiga katta ahamiyatga ega bo'lgan. Bu marosim tinchlik, hurmat va tartibni ifoda etgan. Shuningdek, bog' san'ati va teatr san'ati ham rivojlangan. Noh va kabuki teatr shakllari o'sha davrda mashhur bo'lgan va ular bugungi kunda saqlanib qolmoqda. Endi Koreya haqida gaplashamiz. O'rta asrlarda Koreya hududida bir necha sulolalar hukmronlik qilgan. Eng muhimlari Goryeo va Joseon sulolari bo'lgan. Bu sulolalar davrida Koreya siyosiy jihatdan mustahkam va rivojlangan davlatga aylangan. Davlatning eng yuqori hukmdori qirol bo'lgan. Qirol davlatni boshqarishda zodagonlar va saroy amaldorlariga tayanib ish olib borgan. Davlat boshqaruvida qonun va tartib juda muhim bo'lgan. Konfutsiya ta'limoti jamiyatda katta rol egallagan. Bu ta'limot insonlar o'rtasida hurmat, odob va intizomni muhim deb hisoblagan. Shu sababli Koreyada ta'lim va ilm ham juda qadrlangan. Koreya davrida davlat xizmati uchun odamlar maxsus imtihonlardan o'tgan. Bu imtihonlar bilim va savod darajasini tekshirgan. Shu bilan birga ilm-fan va madaniyat rivojlangan. Kulolchilik san'ati Koreyada juda mashhur bo'lgan. Koreyalik ustalar chiroyli sopol idishlar va metall qurollar va san'at asarlari yaratgan. Koreyada kitob bosish texnologiyasi ham rivojlangan. Hatto dunyodagi eng qadimgi metal harfli bosma usullaridan biri Koreyada yaratilgan. Bu ixtiro ilm-fan va ta'lim rivojiga katta hissa qo'shgan. Shuningdek, me'morchilikka ham rivojlantirgan. Saroylar, ibodatxonalar va bog'lar qurilgan. San'at va adabiyot ham taraqqiy etgan. Shoirlar va yozuvchilar turli asarlar yaratgan. Xulosa qilib aytganda, o'rta asrlarda Yaponiya va Koreya Sharqiy Osiyoning eng qiziqarli va rivojlangan davlatlaridan bo'lgan. Yaponiya harbiy an'analari, samuray madaniyati va feodal tizimi bilan ajralib turgan bo'lsa, Koreya ilm-fan, madaniyat va tartibli boshqaruv bilan mashhur bo'lgan. Bu ikki davlatning o'rta asr tarixida bizga Sharqiy Osiyo madaniyati, urf-odatlar va siyosiy tizim haqida ko'plab qiziqarli ma'lumotlar beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.